Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Innova 2023 kitobida, ya'ni ko'k kitobidan mavzularimizni davom ettiramiz. Atom va yadro fizikasi. 141 mavzu Rezerford tajribasi bor postulatlar. Mana shu mavzuni yaxshilab batafsil tarzda tushuntirib berishga harakat qilaman. Hozirgi ko'rsatadigan mavzumiz milliy sertifikatda ham, attestatsiyada ham juda ham ko'p uchrayapti. Bunga oid testlar, bunga oid masalalar. Har bittasini yaxshilab o'zim bilganimcha tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, qaraymiz. Ushbu mavzumiz bir nechta videodan iborat bo'ladi. To'liq ravishda 2 ta yoki 3 ta videoda mana shu mavzuni tushuntirib berishga harakat qilaman. Ya'ni milliy sertifikat attestatsiyada nima tushishi mumkin bo'lgan bo'lsa, shu paytgacha tushgan hamma tipdagi masalalar qanday ishlanadi, qaysi qonunlarga qo'yilgan, qaysi qonunlar orqali chiqadi, har bittasini tushuntirib berishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'ringlar, darslarimizni oxirigacha ko'rib boringlar. Demak, 141-mavzu Rezerford tajribasi bor postulatlar. Hozir biz atom va yadro fizikasi bo'limini boshladik. Bu bo'limda demak, birinchi bo'lib atomni tuzilishini kimlar taxmin qilgan, kimlar kashf qilgan, hozirgi paytdagisi atomning planetar modelini qaysi olimni eng yaqin, ya'ni tajribasi orqali aniqlangan, hozirgi holatdagi eng yaqin kelgan olimlar qaysi, batafsil tushuntirib boramiz. Birinchi bo'lib Thomson tajribasini ko'ramiz. Thomson modeli. Endi bu mavzuni yaxshilab o'rganish uchun nazariy jihatdan bilimimiz ham kerak bo'ladi. Thomson modelida qaranglar. Xo'p, ya'ni atom qanday tarkibdan iborat, atom tuzilishi qanday degan savol o'rtaga tashlanganda Thomson aytganki, Thomson atom xo'p, musbat zaryadlangan zarra, uni ichidagi elektronlar xuddi keksni mayizi kabi sochilib yotadi degan. Ya'ni mana shuni atom deb hisoblaganda, atom bo'ladigan bo'lsa, uni ichidagi elektronlar tartibsiz ravishda xuddi keksning mayizi kabi tartibsiz joylashgan. Shunday hali keks bor, ichida mayizlar har xil joyda bo'ladi, elektronlar mana shunda joylashgan degan. Ya'ni Thomson modeli birinchi bo'lib Thomson mana shunday tartibda aytgan. Endi undan keyin Rezerford o'zining tajribasida atom tuzilishini nisbatan yaqinroq tarzda o'rgangan. Ya'ni endi Rezerford tajribasi. Rezerford modeli. Rezerford nima qilgan? Rezerford o'zining atom tuzilishini aniqlash uchun nima qilgan? Alfa zarralarni, mana bu alfa zarrani oltin atomiga, ya'ni oltin falkasiga, ya'ni oltin nima, metallmi, oltin falka deydi, oltin falkasiga yo'naltirgan. Ya'ni alfa zarralar oqimini oltinga yo'naltirganda alfa zarralar turli xil yo'nalishga sochilib ketganligini aniqlagan. Mana shu alfa zarralar oltin falkaga kelayotgan paytda bunga yopishib qolmaganda, to'g'ri borib qaytmaganda, shunda turli xil yo'nalishlarga sochilib ketgan. Alfa zarra, alfa zarra, alfa zarra, alfa zarra, alfa zarra. Shunga bu bitta alfa zarrani, bir nechta alfa zarrani jo'natgandan keyin oltin atomiga yaqinlashgandan keyin turli xil yo'nalishlarga burilib ketgan. O'zi alfa zarra nima deb hisoblaydigan bo'lsak, alfa zarra bu keyinchalik aniqlanganda alfa zarra bu geliy atomi ikkiga to'rt yadrosi. Ya'ni geliy atomida ikkita proton va ikkita neutrondan iborat bo'lgan. Shunga mana shuni atrofidagi, ya'ni geliy atomini atrofida elektroni bo'ladi. Ikkita o'sha elektronni olib tashlaganda yadro qoladi. Yadroda ikkita proton va ikkita neutron bor. Mana shu geliy atomining yadrosi alfa zarrani hosil qiladi. Endi bu alfa zarrani massasi 4 ta ham proton massasiga teng bo'ladi. Zaryadi ikkita proton zaryadiga teng bo'lib qoladi. Shunga endi buni sxematik ko'rinishini ko'radigan bo'lsak, Rezerford keyin shu tajribani qilgandan keyin atomning planetar modelini yaratdi. Ya'ni o'zining xulosasiga ko'ra atom musbat zaryadlangan yadro, uni atrofida elektronlar aylanib yuradi deydi. Ya'ni atom tuzilishini
haqida fikr bildirayotganda atom o'rtasida musbat zaryadlangan yadro bo'ladi va uni atrofida elektronlar aylanib yuradi. Alfa zarracha bu musbat zaryad hisoblanadi. Alfa zarracha kelganda mana shu musbat zaryadni yadro musbat zaryadlangan deganda yadroni elektrostatik maydoni ta'sirida turli xil yo'nalishlarda nima qilib ketgan? Turli xil yo'nalishlarda sochilib ketadi degan. Tushundingmi? Demak, sizlarda nazariy savol kelib qolishi mumkin. Rezerford tajribasiga ko'ra alfa zarralar qaysi kuch ta'sirida turli xil yo'nalishlarga yo'nalishini o'zgartirgan. Demak, elektrostatik kuch. Tushundingmi? Elektrostatik kuch ta'sirida o'z yo'nalishlarini o'zgartirgan. Demak, Rezerfordning xulosasi nima ekan? Demak, atomning o'rtasida musbat zaryadlangan yadro mavjud bo'lib, uni atrofida elektronlar betartib joylashgan degan. Bu Rezerford tajribasi. Tushundingmi? Mana mavzuni boshlayapmiz. Thomson modelini o'rgandik, Rezerford modelini o'rgandik. Endi mana shu atomning hozirgi ko'rinishini, tuzilishini ko'radigan bo'lsak, yadro joylashgan bo'ladi. Yadro proton va neytronlardan iborat bo'ladi. Mana proton, neytron, proton, neytron, proton, neytron, proton, neytronlardan tashkil topgan bo'ladi. Uni atrofida elektronlar orbita bo'ylab aylanib yuradi. Bu rasmda deyarli fizika degan joyda hamma kitobda yoki bo'lmasa fizika so'zi qatnashganmi, laboratoriya xonalarimi, fizika xonalarimi, fizika kitoblarimi atomni mana shunday ko'rinishda rasmini ko'rgansiz. Fizika deganda, ya'ni atom deyilganda asosan mana shu rasm nima qilinadi? Ko'z oldimizga keladi. Demak, mana shu orbitalar bo'ylab nima ekan? Elektronlar tartibsiz atrofida, yadro atrofida joylashgan. Rezerford. Endi undan keyin mana shu elektronda qanday tartibda yadro atrofida aylanishi, qanday tartibda joylanishini Niels Bohr o'zining 3 ta postulati bilan barcha bahs munozaralarga chek qo'ygan. Ya'ni kimdirlar mana Thomson aytgan elektron xuddi keksni mayizlari singari tartibsiz joylashgan bo'ladi atomda ichida. Rezerford yadroni atrofida elektronlar bo'ladi degandan keyin Bohr o'zining tajribalari natijasida o'zining 3 ta postulati bilan elektronni qanday tartibda joylashganligini aniqlab berdi. Endi keyingi ko'radigan narsamiz bu Bohr postulatlari. Mana bu yadro deb oladigan bo'lsak, yadroning orbitalari bor. Birinchi orbita, ikkinchi orbita, uchinchi orbita, to'rtinchi orbita va hokazo beshinchi orbita. Tushundingmi? Biz orbitasini katta qilib chizdik. Sababi o'sha atomda ichida hosil bo'ladigan jarayonlarni yaxshiroq o'rganish maqsadida. Bu yadro bo'ladigan bo'lsa, yadro musbat zaryadlangan. Bu bir nechta protonni zaryadi va buning massasi, yadroning massasi bir nechta proton va neytronlarning massasidan iborat bo'lishi mumkin. Tushundingmi? Biz umumiy holatda mana shu yadroning zaryadini musbat deb olyapmiz, chunki proton musbat. Mana bu birinchi orbita bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi orbita, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi orbita. Demak, Bohr 3 ta postulati bilan bizga keraklisi 2 ta postulatini o'rganamiz, 3-chi postulati u oliy fizikalarda o'rganiladi. Asosan 2 ta postulatini ko'rsatib o'taman. Demak, birinchi postulati o'zi postulat nima? Misol uchun gipoteza deydi yoki bo'lmasa aksioma deydi, ya'ni ta'rif deydi, qonun deydi, tushundingmi? Ya'ni shunga o'xshagan atamalar bor. Ya'ni fan atamalari bor. Postulat ham xuddi shunaqangi fan atamasi. Endi postulat izlanib ko'rganimda bu o'zi nima ekan postulat deganda bir nechta olimlar tomonidan bahs munozaralarga oid bo'lib qolgan savolga
chek qo'yuvchi fikr. Ya'ni qaysidir olim bunaqangi bo'ladi, boshqa olim bunaqangi bo'ladi, yana bitta olim yo'q unaqangi bo'lmaydi deb bahs munozara bo'lib turganda Niels Bohr aytganki, elektronlar aniq bitta orbita bilan aylanadi. Bo'ldi, boshqa gap yo'q. Tushunadingmi? Birinchi postulat shunaqa. Elektron yadro atrofida aniq bitta orbita bilan aylanadi. Ya'ni bitta elektronni oladigan bo'lsak, bo'ldi, mana shu elektron aniq bitta orbita bilan aylanadi. Shunga hali Thomson modeliga o'xshab har xil joyda bo'lmaydi. Aniq bitta orbita bilan aylanadi. Bu Bohrning birinchi postulati. Birinchi postulatni nimasi? Asosiy mazmuni elektron aniq bir orbita bilan aylanadi. Bu birinchi mana bu elektron birinchi orbitada aylanyapti. Birinchi orbitada yana bitta elektron bo'lishi mumkin. Shunga endi boshqa agar bu atomda elektronlar soni ko'p bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi orbitada ham aylanishi mumkin. Orbitalar bir-biridan farq qiladi. Shunga endi ikkinchi postulat mana shu biror bir orbitadagi elektron boshqa orbitaga o'tishi uchun fotonni nurlatish kerak yoki yutish kerak degan. Ya'ni ikkinchi postulatda elektron bir orbitadan boshqa orbitaga o'tishi uchun foton yutishi yoki nurlatish kerak. Ya'ni aytaylik, qarang. Mana bu 4-orbitada turgan elektron 2-orbitaga o'tishi uchun 4-orbitadan 2-orbitaga o'tish uchun elektron o'zidan fotonni nur chiqarib olish kerak. Foton chiqarish kerak. Shunga endi pastdagi orbitadan, misol uchun 2-orbitadan 3-orbitaga o'tish uchun fotonni yutish kerak bo'lib qoladi. Tushundingmi? Mana shu Bohrning ikkinchi postulati. Ikkinchi postulatida qisqacha mazmun elektron bir orbitadan boshqa orbitaga o'tish uchun foton yutish kerak yoki chiqarish kerak. Foton yutsa kichkina orbitadan katta orbitaga o'tadi, strelka tepaga qaragan bo'ladi. Foton nurlatsa katta orbitadan pastki orbitaga tushadi. Mana shu Bohrning ikkinchi postulati. Birinchi postulatni yana bir marta qaytaraman. Elektron aniq bitta orbitaga bilan aylanadi. O'sha orbitada yurish uchun o'zining tezligi, o'zining radiusi, o'zining impuls momenti, o'zining energiyasi, o'zining aylanish chastotasi, o'zining aylanish davrlariga ega bo'ladi. Biz keyingi videomizda Bohrning birinchi postulatiga oid har bitta orbitadagi energiyasini, radiusini, tezligini, yana nima desak bo'ladi? Kinetik energiyasi yoki yana nima desak bo'ladi? Impuls momentini, chastotasini aniqlashni o'rganamiz. Keyingi videomizda ikkinchi postulatiga oid bir orbitadan boshqa orbitaga o'tganda qanaqangi energiyali foton chiqaradi yoki qanaqangi energiyali foton yutadi. Qanaqangi chastotali foton chiqaradi, qanaqangi chastotali foton yutadi. Mana shularni o'rganamiz. Elektron bir orbitadan boshqa orbitaga o'tganda radiusi qanday o'zgaradi? Orbita radiusi, mana orbita radiusini R1 bo'ladigan bo'lsa, boshqa orbitaga o'tganda, misol uchun 3-orbitaning radiusini qanday topamiz, 4-orbitaning radiusini qanday topamiz? Mana shularni keyingi videomizda o'rganamiz.